Assalomu alaykum, men Jabor Fasliddin. Denov tadbirkorligi pedagogika institutida hozirgi kunda xorijiy til va adabiyot ingliz tili yo'nalishida 2-bosqich talabasiman. Bugungi mavzuimiz Denov tadbirkorligi pedagogika institutining faoliyatlari, kamchiliklari va yutuqlari haqida qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilaman. Denov tadbirkorligi asosan birinchi bo'lib 2018-yilda Surxondaryo viloyati Termiz shahrida ochilgan bo'lib, o'sha paytlarda ta'lim tizimi o'rta holda bo'lgan. 2019-yilgacha. Undan keyin esa o'sha butun dunyoga kelgan koronavirus o'sha ta'lim sifatini ozgina susayishiga sabab bo'lib qoldi. Onlayn ravishda darslar o'tkazilib borildi. O'shanda ham talabalar va ustozlar o'rtasida ta'lim olishga nazarlari juda yuqori bo'lib, 2022-yilgacha talabalar o'sha eski birinchi Termiz shahridagi universitetda bitirib, hozirgi kunda ba'zi bir talabalar o'sha o'zlarining nomidan kitoblar yoki qo'l nomalar, asarlar, maqolalar chop etishib bitirib ketishgan. Ba'zilari o'sha katta hayot yo'lida davom etmoqda, ba'zilari esa o'sha keyingi o'quv yillarida magistratura, doktorantura, aspirantura bosqichlarida o'z faoliyatlarini yuritib borishmoqda. Keyin 2022-yilga kelib Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi Shohbekatda o'sha Termizdagi institutning filiali ochildi. U filialda ham talabalar soni deyarli 8,000 ortiqroq bo'lib, hozirgi kunda bir qancha o'sha fakultetlar mavjud. Ya'ni kimyo, biologiya, tarix, ona tili, ingliz tili, rus tili, adabiyot kabi fakultetlar bo'lib, o'sha fakultetlarda talabalar o'z faoliyatini olib borishmoqda va undan keyinchalik o'sha institut miqyosidagi o'rtahol juda rivojlanishga nisbatan rivojlanib bordi. Keyinchalik yutuqlarni aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda shaxmat bo'yicha kimlardir grossmeyster bo'lishyapti. Yana xorijdan o'sha bir qancha o'qituvchilar kelib, bir haftalik yoki qanchadir oyda dars ma'ruzalari yoki seminarlar yoki trenerlar o'tib beryapti. Yoki o'sha kafedramizning o'zi ham ancha oldin o'sha Hindistonga seminarga tashrif buyurdi. Chunki Denov tadbirkorligi pedagogika instituti nomidan o'sha tashriflarni keyinchalik kelib bizga o'z ma'lumotlarini, qanday atmosferada bo'lganliklari haqida bizga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar, o'sha maktab ta'lim tizimining farqlari o'rtasida o'zlarining bilim nimalarini berib bordilar. Keyinchalik Denov tadbirkorligiga talabalar soni yana ortib borganligi sababli hozirgi kunda 2023-yil va 2024-yillarda yangi sud binosi va kuz kasalxonasidagi yana yangi binosi ochildi. Unda xonalar juda katta bo'lib, gavjum bo'lib, unda har xil zamonaviy dars qurollari mavjud bo'lib, elektron doskalar, unday monitorlar va kompyuterlar orqali o'sha dars o'tish yoki ma'ruzalarni o'sha talabalarga yetkazib berish jarayonlari hozirgi kunga kelib juda rivojlanib borgan. Keyinchalik yana ta'lim sohasida prezidentimiz o'sha o'z farmonlarini berib bormoqda. Bu hali farmonlar uncha ishga tushgani yo'q, lekin o'sha ko'rilib borilmoqda. Keyinchalik Denov tadbirkorligi pedagogika institutida hozirgi kunda o'tkazib kelayotgan o'yinlardan, zakovat, sport o'yinlaridan, intellektual, keyinchalik mini futbollar, basketbol, institut miqyosida bo'ladigan sport o'yinlari o'tkazib borilmoqda. Keyinchalik
Denov tadbirkorlik pedagogika institutimizning yozgi sport maydonchalari ham mavjud. Ularda o'sha bolalar o'sha ozgina zerikkanda o'sha jismoniy mashqlar yoki o'zlarining ruhan salohiyatini oshirish uchun motivatsiyalar olishi mumkin ustozlardan. Bu Denov tadbirkorlik pedagogika institutidan ozgina bilimlarni sizlarga ulashdim.